Assalomu alaykum TikTok. Sharxon pichoqning kanalini kuzatuvchilari, sizlarga ushbu pichoqlarning hammasini ko'rsatamiz. Bir-bir tushuntirib o'taman. Qaysi materialdan bo'lgan, qanaqa material, ruchkasi qanaqa material, lezvasi qanaqa material, qaysi biri qanaqa ishga ishlaydi bemalol hozir shu videoda bilib olishingiz mumkin. Bu pichoqimizdan boshlasak, lezvasi nержавейкаdan ishlangan. Sovg'abob ruchkalari tekstalitdan. Uni sovg'a qilib bergan odamingiz bemalol ishlatsa bo'laveradi. Bu sovg'abob pichoqlarimiz ham ruchkalar archani kolokolchigidan epoksidga qorishtirib qilingan. Lezvalari zaylamas metalldan hammasi. Orqalariga bo'yinlarni o'rnashtirib qo'yganmiz. Bularning ruchkalari chinordan, lezvalari zaylamas metalldan. Hozirda hamma pichoqimiz tayyor holatda, bemalol zakaz buyurtma qilishingiz mumkin. Bitta suveniri bor, archa shaklda qilib ishlangan. Ruchkasi yong'oqdan bo'rini tushirib qo'yganmiz. Narxlari Telegram, WhatsAppda bemalol so'rashingiz mumkin. Bu shoxli varianti, lezvasi relis materialdan ishlangan. Relis material buni ham lezvasi, ruchkasi oddiy yong'oqqa ishlov qilib chiroy berib qo'yganmiz. Har xillaridan bor. Охотник pichoqlarimiz lezvasiga damaskni tushirib qo'yganmiz. Bu haqiqiy damask emas, obойmaga chizilgan. Bu kichkina pichog'imni qo'yib qo'yganimiz sababi, bizdan kim birinchi 4 dona pichoq xarid qilsa, buni bonusiga qo'shib beramiz. Bu pichoqni ko'ryapsizlarmi? Yorma qilingan bu, zakilovka qilingan. Ov pichoq, meva pichoq har xiliga ishlayveradi. Qutilari bilan solib qo'yganmiz. Xohlasanglar qutilariga, xohlasanglar chexollariga solib O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz.